Qo'qshol kasalligidan 1988-yilda 800 mingta bolalar o'limi kuzatildi. O'lganlarning deyarli barchasi 30 kun ham yashamagan. Ya'ni kasallikni yuqtirib olgan chaqaloq chillasi chiqmasdan turib o'lib ketgan. 2010-yilda esa qo'qshol kasalligidan 61 mingta bolalar o'limi kuzatildi. 2018-yilda esa qo'qshol kasalligidan 25 mingta bolalar dunyodan o'tishdi, nobud bo'lishdi. Yildan yilga qo'qshol kasalligi bilan o'lim ko'rsatkichi pasayib boryapti. 30 yil ichida vaksinatsiya sababli qo'qshol kasalligidan o'limni, ya'ni 800 mingtadan 25 mingtagacha tushirdik. Shunda ham vaksina kerak emas, vaksinani turgan bitgani zarar deyuvchilar bormi? Agar chaqaloqlar kasallanadigan bo'lsa, 95% holatlarda o'lim bilan tugaydi. Ya'ni 100 ta kasal chaqaloqdan 95 tasi o'lib ketadi. O'lganlarning va kasal bo'lganlarning 90% chaqaloqlar va bolalardir. Agar kattalar bu kasallik bilan kasallanadigan bo'lsa, o'z vaqtida tashxis qo'yib davolangan taqdirda ham har 4 ta kasaldan bittasi o'ladi. Ya'ni kattalardagi o'lim ko'rsatkichi 25%dir.